Başa holatlar böyle olmaz. Assalomu alaykum Nevajon YouTube kanali obunachilari. Xo'p, bugungi ish manzilimiz Buxoro viloyati Peshki tumaniga kelganmiz va akamizni eskidan tanish klientimiz. Xo'p, bu sigirimizda juma kuni, ya'ni 5-kun bugun tug'gan. Xo'p, Hamrosi Buxoro tilida Hamro deydi, ayrimlar yo'ldosh, boshqada Chu deydi. Samarqand nimalarida Chu qolki hisobiga hazm qilish sistemasida muammo hamda yiringli eksploat kelish boshlangan, tana harorati ko'tarilgan. Hozir shuni lichena qilib, bachadonni yuvib, kerakli muolajalar qilamiz. Kuzatishga davom etinglar. Nima lichena qilish hammasini batafsil aytib o'tamiz. Yana bir ma'lumot aytib o'tamiz. Shu o'rinda yo'ldoshning ushlanib qolishi nima sababdan ushlanib qoladi? Organizmda mikroelementlar yetishmasligidan birinchi sabab, ikkinchisidan tug'ruq jarayonida ko'p zo'riqish natijasida ham kelib chiqadi. Yo'ldosh ushlanib qolishi. Xo'p, nimalarga e'tibor berish kerak? Asosan 12 soatdan so'ng yo'ldosh tushishi kerak. Shu agar tushmagan taqdirda vet vrach chaqirib tozalab tabletkalarni bachadon bo'yniga tashlab qo'yish kerak. Shularga e'tibor berish kerak. Xo'p, yana bir ma'lumot, mol tuqqandan so'ng 10 litr iliq suvga 2 piyola shakarli sut nima qilib ichirsangiz ham tezroq tushishga yordam beradi. Bundan tashqari yoki tug'gandan so'ng zudlik bilan agar o'zingiz ukol qilmoqchi bo'lsangiz, Vetaptikada Uteraton, xo'p, yoki yana qo'shimcha Sevtraksonni 5 ta Sevtraksonni 5 ta namakanga eritib, dumma sohasiga ursangiz, Uteraton bilan birgalikda tezroq tushadi. Bachadonda qo'l solib ko'rilganda haqiqatan mana yiringli eksudat olib gapirib, mana yiringli eksudat chiqqani ko'rish mumkin. Hozir to'g'risi qo'l solganim videoga ololmayman, YouTube bloglashim mumkin. Endi buni ichiga bachadon bo'yinga yodopen yo yodaktiv shunaqa dorilardan foydalanamiz. Kapsulani tashladik ichiga. Xo'p, yana klinik belgilarni aytib o'taman. Birinchi o'rinda hazm qilish sistemasida pasayish kuzatiladi. Ikkinchi o'rinda og'riq hisobida tishlarni g'ichirlaydi. Uchinchi, tana harorati ko'tariladi 40-gacha. Hozir yoz kunlarida o'zi yamni bildiradi. Ya'ni tez nafas olib shundan bilsangiz bo'ladi. Keyin mana yaqinroq olib, hozir buncha bilinmagan, mana og'iz atroflarida sal so'lak kelib turadi. Shunday bo'ldimi? Shunday bo'ldi. Sal so'lak kelib turadi. Keyin ko'zning shilliq qavatida bola bunga uncha boshlanmagan. Xuddiki intoksikatsiya, zaharlanish holati kechganligi sababli ko'z atroflaridan, shilliq qavatilar atroflarida qorayishlar kelib boshlanadi. Xo'p, hozir bunga endi kapelnisa ulaymiz. Qanday kapelnisalar keyin ukol qilamiz. Yana tavsiyalar aytib o'tamiz. Kuzatishga davom eting. Davolash tartibi birinchi o'rinda fiziologik eritma yuboriladi. Qancha ko'p fiziologik eritma yuborsa shuncha yaxshi. Chunki bunda intoksikatsiya, zaharlanish bosqichi boshlangan. Natriy xlor 1 litr jo'natyapman. 0.9% natriy xlor mana 1 litr. Xo'p. Askarbinka bir ishtahani ochish bilan emas, balki qonni intoksikasini tozalaydi ham. Shuni vasvasa ham. Xo'p. Analgin dimidrol tana haroratini tushiradi, og'riqlarni olish maqsadida. Vitamin B12, uni kolobalamin deyiladi. Tilim sal aylanmadi. B12 bu ham qonni ko'paytirish maqsadida. Xo'p. Dexametazon o'sha bachadon atrofidagi eksudat yiringlarni so'rilishi hamda tezroq gormonal ukol maqsadida. Xo'p. Sefazalin. Hozir men 5 dona sefazalin jo'natyapman. Sefazalin eng tez so'riluvchi, eng yaxshi antibiotik odam tegadi. Xo'p. Yiringli eksudatni yaxshilash maqsadida metrandazol 3 dona jo'nataman. Shular jo'natib bo'lgandan so'ng yana hozir muskul qaysi ukollar qilishni aytib o'taman. Natriy xlorga sefazalinni eritdik. Taxlayapmiz.
Beshta sefazalimni natrxlorga yetib saqladik. Sefazalim bilan deksametazon ichiga qo'shib boqsangiz, rezultati zo'r. Mana deksametazon. Keyin ko'pchilik murojaat telefon qiladi aka, nima deydi, sigaram qochmayapti. Necha marta qo'ya qo'ydim ham, sun'iy qildim deydi, qochmaydi. Birinchi. Assalomu alaykum. Xolajon yaxshimisiz? Tinchmisiz? Rahmat. Siz yaxshimisizmi? Tinchmisiz? Tinchmisiz? Ha, rahmat. Nimadan bu inayni tayib so'nyapti, ko'ring. Nima? Bo'ldi. O'shani bir ko'ring, anaqa sepolmiz ham ko'rib bering desa ham. Xo'p. Ko'ramiz. Pol ustiga yotgandan bildimi? Hozir ko'ramiz. Ha. Rahmat. Molim chiqmayapti deydi aka. Ko'pchilik. Birinchi savol mana shuda endometr. Bu endometr deydi fan tiliga. Shu qolib ketadi, yallig'lanadi, keyin chiqmaydi, yaxshi sigirlarni boqishaveradi. O'ylaki jarayon kechikadi-da. Kechikadi ham, keyin chiqmaydi ham undan keyin. Molajalar chiqib ketadi. Savol mana shu, birdan bir savol shu. Nima bazanga belgilar tuqqanimiz zakon edi, favorish yaxshi edi, yaxshi edi. Qanday nima mana hayron bor. Endi Yo'q, qiynalganga shunday bilan. yo, to'g'ri jarayon ham bo'ladi. Keyin shakar beruvdi. Ha. Nima o'tdi? O'shangada O'ttirmam, shuna tashladim, yaratdim berdi. man ro'zmarda bir kichkina orqasidan yomonlagan odam emasman. O'sha kamchiligini aytib ketaman. Agar video ko'rayotgan bo'lsalar tanimayman odam, husumatim ham yo'q. Birinchi kelgan kundan yurtlar yaxshi nima qilish kerak edi, tabliqa qilib. Endi bilmadim. To'g'ri qo'yish kerak edi. Sen tushunmasang untilani. Shunaqa. Uncha ko'p xavfli narsa emas. Yaxshi o'tib ketadi. Yaxshi bering belli. Keyin yana bitta avtoram nima deydilar bilmadim. Ma'qulda kommentariya yozib boringlar. Proyekt boshlamoqchiman. Bilaymi yo'qmi shuni. Xo'p, mana bu chorva mollarni ham qo'yib bormoqchiman YouTube kanaliga sotilishini. Nima deysizlar shunga? Qo'llab-quvvatlaysizlarmi yo'qmi? To'g'risi necha oydan beri endi video chiqaryapman. Ish ko'p edi. Telefonim Tinmaydi. yo'q, telefon ham tinmay, keyin nima? Sal kamerasi qaraydi. Boshqa telefon olib. Raqam yetmay qoldi. Ha, baqar. Endi o'zimizga o'zi nima o'ylagan? Mobilograf video chiqaryapti aka. Ha. Ha, boraveramiz. Bir gap bo'lar. Nima deysizlar shunga bir yozib qoldiringlar kommentariyaga. Ko'pchilik aytibdi-da. Yo'q, xaridor. Narxini ham chiqar YouTube'ga. Ha? O'shanga Ko'rib, tonish, misol siz mol kanalligini bilasiz, qaysi mol kanalligini. shunday. Hozircha pauza qilib turing. Birinchi ishimiz mana natrxlor joyga yetmadi. Sefazani deksametazonni yetmani jo'natyapmiz birinchi ish. Eslab qo'ying. Boshladingmi? Ikkinchi ish natrxlor ikkinchisiga vitaminlar askarbinka, B12 shular qo'shilib jo'natiladi. Ikkinchi ish metrandazol jo'natyapmiz. To'rtinchi ish bo'ladimi? To'rtinchi ish buteraton. Bu dorilar reklama emas. Qayerligasiz aka, assalomu alaykum. Uyganmisiz? Doktor chaqiruvimizda nima? Antibiotik qilingandan keyin immun sistemasi susayib bo'ladi. Vitamin bilan qo'llasa effekt. Doktor yaxshi. Xo'p, keyingisi 100 ming qolgan mendan deydi. 100 ming pulim qolgan deydi.
Va pestri. Ha. Hava çok farklı etmez bizi. Ha. Yılında sıranda Bir narsa aytay. Seriluvchi antibiotiklarni teri ostidan jo'natsangiz, tezroq so'rilishi yaxshi bo'ladi. uyuyor kıysın ana. Başqa holatlar ham bo'ladi ba'zi. Kalta hozir. Kartayı. Ya uyuyor kıysın. Keyingisi bitadi. Sal o'rtada. Bo'lib bitadi. Mana shu kurs lichenasi hayvon holatiga qarab 2-3 kun davomida qilinadi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Endi xudo xolasa yangi qiziqarli videolar chiqarib boramiz. Hammalaringizga rahmat, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Shu